Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Bugungi videoda Astesior haqida 50 ta fakt. Men yangi uy yutib berman, shuning uchun kanalimga obuna bo'ling. Men tezroq 100 ta bo'lishim kerak. Qani unda videoni boshladik. Uning asl ismi Adhamjon, familiyasi Sobitov. U 2014-yil 25-sentyabr kuni tug'ilgan. U YouTube'ga 2025-yil 29-iyul kuni kirib kelgan. Uning Telegram kanali bor hamda Telegram chati bor. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U Namangan viloyatida tug'ilgan. Eng yaxshi ko'rgan rangi ko'k. U Real Madrid klubi muxlisi. Uning eng yaxshi ko'rgan mashinasi BMW M5 va Gentra rusumlari. Hayotda kam gap. U Minecraft o'yinini 2024-yil o'ynashni boshlagan. Birinchi versiyasi 1.20versiya bo'lgan. Hozirgi versiyasi esa 1.21versiya. U modli Minecraftga 2025-yil o'tgan. U Minecraftdan tashqari Free Fire va GTA 5 o'yinlarini ham o'ynab turadi. Uning yaxshi ko'rgan studiyasi Marvel studiyasi. Chiqargan filmlarini sevib tomosha qiladi. Hayotda hazilkash emas. Hozirda uning YouTube kanalida 141 ta obunachisi bor. Yaxshi ko'rgan hobbisi rasm chizish. U oilada eng kichkina farzand. Akasi va opasi bor. Jeni ham bor. Uning eng yaxshi ko'rgan hobbisi rasm chizish. U hozirda notebook olishni harakatida. U hozirda ishlatadigan telefon rusumi Redmi 7. Yaxshi ko'rgan Minecraft YouTuberi hacker. Ikkinchi yaxshi ko'rgan hobbisi rolik uchish. U Telegram kanalida yuzini ko'rsatgan. Uni bir nechta kanallar bor, lekin ular ban bo'lib ketgan. U Minecraftni sevib o'ynamaydi, lekin video uchun o'ynaydi. U ko'pincha Free Fire o'yinini o'ynaydi. Uni hozirdagi maqsadi YouTube kanalida 500 ta obunachiga erishish. Uni YouTuberligini oilasidagilar bilmaydi. Faqat o'zi biladi. Uni YouTube'ga kirib kelishiga do'stlari sababchi bo'lgan. U Mortal Kombat va Blur o'yinlarini o'ynagan. Uning yaxshi ko'rgan hayvoni mushuk. Uni bitta jigari xiyonat qilib ketgan. Faqat o'zbek tilini biladi, lekin asosan tojikchada gapirib turadi. Uning vazni 31 kilogramni tashkil qiladi, lekin bo'yi noma'lum. U hozirda telefonida video oladi. Uning eng yaxshi ko'rgan sporti suzish. U videolarni o'zi olmaydi. Shu video 20 ta obunachi yig'sa, Astesior bilan PvP battle tushaman. Hammaga xayr, sizlar bilan Shahbozbek uz bo'ldi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.